Diqqat! Yoshga doir pensiya bilan yoshga doir nafaqa o'rtasida qanday farq bor? Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Ushbu videodan to'liqroq xabardor bo'lish uchun iltimos videomizni oxirigacha ko'ring va like tugmachasini bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Siz shu orqali bizning mehnatimizni qadrlagan bo'lasiz. Diqqat qiling. Ko'pchilik bu ikki tushunchani bir xil deb o'ylaydi, ammo aslida ular o'rtasida muhim farq bor. Qonunchilikka ko'ra, pensiya va nafaqa alohida tartibda tayinlanadi. Yoshga doir pensiya bu inson mehnat faoliyati davomida ishlab, ma'lum ish staji to'planganidan keyin olinadigan to'lovdir. Uni olish uchun fuqaro kamida 7 yil ish stajiga ega bo'lishi kerak. Shuningdek, belgilangan yoshga yetgan bo'lishi shart. Erkaklar uchun 60 yosh, ayollar uchun 55 yosh. Agar shu talablar bajarilsa, shaxsga pensiya tayinlanadi. Endi yoshga doir nafaqaga to'xtalsak. Yoshga doir nafaqa bu ish staji yetarli bo'lmagan fuqarolar uchun davlat tomonidan beriladigan ijtimoiy yordamdir. Ya'ni agar inson 7 yillik ish stajiga ega bo'lmasa, u pensiya o'rniga nafaqa oladi. Bu to'lov pensiyaga nisbatan kechroq yoshda tayinlanadi. Erkaklar uchun 65 yosh, ayollar uchun 60 yosh. Xulosa qilib aytganda, asosiy farq shundaki, pensiya mehnat qilgan va staj to'plagan fuqarolar uchun, nafaqa esa staji yetarli bo'lmaganlar uchun beriladi. Shuningdek, pensiya ertaroq yoshda tayinlansa, nafaqa kechroq yoshda beriladi. Shu sababli har bir inson o'z ish stajini shakllantirib borishi muhim. Hurmatli tomoshabinlar, eng so'nggi va dolzarb mavzulardan birinchilardan bo'lib bilishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang.